Bismillahirrohmanirrohim. Sardor puli yengil arzonlariga, ayniqsa sifati a'lolariga borgan deydigan akalarimiz uchun. Akalar qo'zini haqiqiy ko'chat variantlarni yoniga tutgan. Ha, qo'zlarni qarang, mashalloh. Ko'rib, kendangiz kirib qoladigan darajada. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sardor Bloger kanali obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. Qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari, mana shunday barra, qo'zi ishqibozlari. Puli yengil qo'zi ishqibozlari. Akalar, bugun hafta kuniga hop payshanba sanamizga 6 fevral 2025-yil hammangizga kuningiz fayz barakotli bo'lsin. Kelayotgan juma hammaga xayrli bo'lsin. Ya biz videolarimizni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i Shoh mahallasi, ayniqsa Yo'lbo'y mahallasidan arzonchi Qahramonjon do'stimiz qo'yib berdi. Qahramonjon, Ramazonlar bilan qiynalmay, inshaalloh. Bu birinchi videomiz Ramazonda. Oldik. Mashalloh. Mana esdan chiqib qolyapti-da. Xo'p, inshaalloh bu Ramazonga ikkinchi videomiz. Yana arzon variantlarda, xudo xolasa, o'ylab o'tirman. Endi bunday qarasangiz, bu narxdan endi qo'y akalar faqat sovliq qoldi deydi akalarimizga. Adashmang. Qo'chqorlar ham bor. Xudo xolasa bugunga hamma variantdan chiqadi. Videoni o'tkazmas to'g'richa ko'rsatavering. Xo'p. Nech bosh bugunga Qahramonjon? 20 dan oshiqroq. 20 boshdan oshiqroq. Ozgina-yu sozgina. Eng asosiysi akalar puli yengil. Shunisiga xursand bo'lavering. Mana qo'zlarni qarang. Ha, sarig'idan desangiz sarig'idan. Ola boqding, bola boqding degan akalar. Ola pakkilardan so'ng mana qo'y, nima deya? Janiverni qarang. Paypog'i bor. Oyog'ida deysiz. Kaptar ishqibozlar deb qo'yadi. Kaptar osmonda uchib ketganda paypog'idan uradi-yu, ko'zini rangidan sezadigan aka-ukalarga tashab qo'yadi. Hop, birinchi partiyamizga nech bosh qahramon? 17 dan. 17 ta. Yosh oilaga qachon yetib keldi? Kelganiga 2 kun bo'ldi. 2 kun bo'ldi. Yeb, ichar, sog'lik, salomatligi A'lo darajada. a'lo darajada. Umuman gapsiz bo'lishi mumkin emas. Mana shu ukamiz o'zlari olib kelib, oldin yedirib, ishtirib, sinab, keyin syomkaga chiqaradilar. Shunisiga ham 5 ketavering. Xudo xolasa uncha-munchasi bilan qilmaydi-da. Ochiga. Xo'p, nima deymiz qahramon? Eng asosiysi haligi buni sog'lik, salomatligi, keyingi o'rinda narxlar, yosh oyliklar. Yoshi 3 oy, 4 oyda. 3-4 oylik. Endi aniq tug'ilganda tepasida bo'linmagan. Biz ham mana ulug' kunda turibmiz. Yolg'onchi bo'lib, gunohkor bo'lish kerak yo'q. Realni gap. Tug'ilganda tepasida bo'linmagan. Mantiqi yo'q. Taxminiy oyi 3-4 oylik atrof. Nima deymiz? Narx-navosini, pulini, Puli o'ta soqqasini. Qancha? Dangal gapiring. Ha, pulni sandan. Buni Ro'zai Ramazonda ko'pchilik sabri ham chidamayapti. Tez-tez narxini aytaveradi. Asodar o'zi ozginagacha cho'zib o'tiramiz deb. Sardor aka buni 10 tasi qo'chqor. 10 tasi qo'chqor. 7 tasi soliq, 17 ta jami buni. Ye mashalloh. Mana shu olalari ham qo'chqor. 10 bosh qo'chqor. O qizillarni mana bittasi qo'chqor, bittasi soliq. 65-70% qo'chqor. Ha, enchasi 10 tasi qo'chqor. Bunaqa narxdan qo'chqor teng emas. Tengga teng emas. Nima bo'ladi qo'chqor ko'proq. 70% o'tib ketib qolgan qo'chqor. Nima deymiz? Narxi, Sardor aka, puli. ikkinchi kuni yo'q, rostdan 2 million so'mdan bersin. Barakasini bersa o'ylab o'tirdim. 2 million so'm. Xo'p, deyiladi. Sog'lig'ini osachi. Hammasi hozir oltin. Yo'q, xo'p, ajrat osachi. Sog'liq qo'chqor ajrat osa. Sog'lig'ini osa qancha? 1 million 900 ming so'mdan sog'liqlanib qolamiz aka. Bir bunday qilib qo'y qilib ko'paytirsin. Qahramonjon. 150 ming o'tib beraman, uni 850 ming so'mdan 7 tasini sog'lig'ini bir joyga olaman. Sog'liqlar sakana sog'lamasan, ularni ko'rsating. Qaysilar sog'liq? Qizil kraskasi borlar. Ha, qizil kraskasi borlar akalar, irg'achi, rasa qo'y qilib ko'paytiraman. Ko'chatidan olaman deydigan akalarimiz qo'zini qarang. Dingillab turibdi, tarsillab turibdi aka.
Yaşı qizili ham so'li. Mana. Mana shu sarig'i ham so'l. Bitta sariq qo'chqor ekan. Mana sariq qo'chqor. Ha, mana ikkita olapakka ikkovi ham qo'chqor ekan. Aytgan va. Qonoladi, qarang, yalqilab. Mana qo'zini qarang aka, junini o'zi hali sotishyapti-yu, asl elita sog'liq deb. Mana shular yaqiq elita bo'ladi, xudo xolasa. Ey, qahramonjon. Mana yaxshilik kunda turibmiz-da. Yarimta gapirmang, butun bo'l. 1 million 800 ming so'mdan sog'liqlar 7 tasini. Barakasini bersin. Endi hop, qo'chqorni o'zini olaman sachi 10 tasini. Ikkinchi kerak yo'q. 21 million pul beradi. 2 million 100 dan, 2 million 200 mingdan turmayman. 10 tasi. Qahramon. 10 boshi. Bitta ikkita emas, bu optim bu. Men optimoch ketib qoladi unda. Mana bo'ldi aka, ikkinchi kino 2 million so'mdan. Barakasini 10 bersin. tasini 20 million. 20 million so'm berilaveradi. Endi optimda narxini Qo'chqorni kichikroq oladi. ayt oladi. Bitta oladi. Hammasi qo'shdi bo'lsa. Bir yil standart ekan. Dardan aka, bundayda ap kiradi, qorasidan bir xilda chiqib ketadi. Bir yilda Bir chiqib xilda ketadi. chiqib ketadi holatda. Xudo xolasa buni endi haligi qahramonjon aytadi-yu, yerga ko'lam keldi, daladagi chichqon ham semiravadi-da. Mana buni qudalag'ab chiqib qo'yversangiz. Ey, buro berganda yo'q qoladi. Hammasini eti zo'r. Hech qaysi birlariga to'lib ketib Bu qolmagan. chakana, mayda-chuda, durrakka bir hakkof olib qochib ketadigan qo'ymas. Bu haqiqiy aka o'zi qo'y sapiga kirib bo'ldi. Ey, bu qara. Uchtasini qulog'i yirtiq. Men qolgani butun. Butun. Uchtasini. Qahramonjon, hammasini bir kishi olib qo'ysin. Bir mazza qilsin. Hop, 19,5 dan berishadi. 1 million 900 ming so'mdan beradi hammasiga. Barakasini bersin, men yashavo'r o'g'il bola. 7 tasini bir joyga olaman. 1 million 900 ming so'mdan 17 boshi qo'chqorda turishiga bir bahoni berib qo'yaverasiz. 1 million 900 ming so'mdan qo'chqor bergan yo'q. Ne qarasangiz 2 millionning pastida uchidashi 2 milliondan ham qo'y topib bo'lmay qoladi. Lekin mana sizga imkoniyat, xudo xolasa 3 tasini qulog'ida eni bor, qolgani bari butun quloqda. Xudo xolasa bir qator kelib ko'rsangiz, maqsadga muvofiq. Bizning maqsadlar xolis. Lekin bitta narsa aytaylik, uzr gapingizni bo'ldim. Mabodo 5 tasini qo'chqorini kattasini olaman desa, ozgina qo'shib berishadi. 2 million so'mdan to'g'ri kelmaydi aka. 2 million 100 ming so'mdan berishadi mana buni. 5 ta kattasini olaman desa, tanlab olaman desa-da deylik. Endi har safar telefonda aytyapmiz, aytgan narxingizdan tanlab bering deyapti. Unaqadan to'g'ri kelmay qoladi, to'g'risi. Bu bozor. To'ppa-to'g'ri real tilpoq qisasini ayt. Yolg'on cho'p qolish kerak yo'q. Realni gapni gap. Qo'shib olyapsiz deyapti. Bunday gap. Akalar, bu Toshkentgacha dastlabkasi bepul. Jizzaxga sotdim o'tgan safar qo'yganimni. Ko'rib tursalar kerak o'zlari ham. Ozgina qo'shib berdilar. 17 dan chiqadigan sog'liqlarimiz 18 dan sotdik. 50 ming so'mdan qo'shib berishdi. To'g'ri tushundilar. Lekin ba'zigalar qo'shib olyapsiz. Endi iloji yo'q, dastlabkasiga pul to'laymiz. Bu bekarga borib bermaydi. To'ppa-to'g'ri yelkalab tashlab kelib bermaydi hech kim. Hech kim bekarga borib tashlab bermaydi. Yo'q. O'shaning uchun. Aka, Toshkentgacha bepul undaqa kelishilgan holatda. Xudo. Ozgina ko'p qo'shilmaydi. Yo'l kirasini qo'shib berishadi bo'ldi. Sizdan o'gina, bizdan bugina degan. Siz hammasi sizni bo'yningizga uylab qo'yilmaydi. Ukamizniki yarmi, sizniki yarmi. Hali aytadi-yu, sizdan o'gina, bizdan bugina. Xudo xolasa shoshiling, sizga imkoniyat bor. Bunaqa variant, siz bu videoni ko'rib turibsiz, sizda imkon bor. Lekin boshqasida yo'q. Xudo xolasa telefon qiling, aloqaga chiqing. Puli yengil, arzondan qidirib yurgan akalarimizga ana 2 olapakkani qanchaga berasiz? Kichkinasini 2 millionga narsa 21 ga. 4 million 100 ming so'm berishadi. Ya to'ram devring. To'ram devring. Shunda. Bitta gapirib qo'yaverasiz. Bitta gapirib qo'ying shuni. Sot. To'xta, ikkita sariq. Bitta qo'chqor, bitta so'liq qilsak. Bu ham 2 milliondan 4 million. Barakasini bersin, o'ylab o'tirmang aka. Xudo xolasa telefon qilishga shoshilaverasiz. O'ylab o'tirmang. Ollohni qarang. Alloh baxting, bog'lab baxting. Endi ikkinchi partiyalariga akalar yanada puli yengilroq deb so'raydigan aka-ukalarimiz chiqib qolsa, ayniqsa yana puli yengilligini qo'yaverang. To'g'ri so'raydigan akalarimiz bor. Rasa dala bor bu akalar. Puli yengil, dala bor. Nega kelsangiz bor. Juplab olaman deydigan akalarimizga. Jup qancha? 4 dona. O'zi bitta odamni qo'yadi. Juplab savdo qilaylik. Ikkitadan 4 tasini. Aka 1 million 700 ming so'mdan. Umuman tortishadigan parchalar yo'q. O'tib bermayman. 1 million 700 ming so'mdan 1 million 700 ming. Oxiri. Oxiri. Uni tortish. Taqalgan. 4 to'y ham to'liq. 4 to'yni ham qulog'i butun. Yeb, ichish. Agar bir marta mishirib qo'ysa, bekarga qaytaraveradi o'zini borib, olib kelaman. Xotirjam.
Oyam demaydi aka. Ko'ngil to'qan qilib qo'yib aka. Alloh. 1 million 700 ming Bir lira. hafta garantiyasi bor. Bittasini ini bor ekan, ana. Bittasini Ko'rmagan quloqi ekanman, bor men ekan. endi ko'rdim. Qolgani quloq butun ekan. To'g'li. Rasa dala bor. Bir dalaga borib qo'yaverasiz, kuziga olib kelasiz. Xudo xolasa olib kelib qo'chqorni qo'ysak, bunaqa paytga o'zidan sal kattaroq Sardar aka Bolasi. vaksinatsiya qilib beraman o'zim bo'laman. vaksinatsiya ham O'zim sizga. bo'laman. Xabar beriladi. Mana buni. Bitta rahmat aytishadi. Barakasini. Qilishadi Ramazon. Ukamizni duo qilib qo'yasiz. 1 million 700 mingdan to'g'li. Siz imkoniyatingiz bor. Rasa o'zimga qo'yib olaman degan akalarimiz bor. Dummani razrezlariga, atrezlariga e'tibor bering. Bir dona kashtan, bir dona sariq variantdan. Qulog'i ham 100% butun aka. Xudo xolasa sog'liqqa gap bo'lishi mumkin emas. Bunisi hali barra ekan. Ber. Bunisi 3 oylik, 4 oylik atrof bo'lsa kerak. Ya'ni taxminan ko'p. Bunisi to'qli. Lolar Lekin Xudo xolasa to'qlini yutadigan darajada barra turibdi. Haqiqiy barra zo'ri. O'zimga qo'yib olaman degan akalarimizga. O'zi ham yaxshi pulga olingan. kelalar. Lekin Xudo xolasa Zotga saqdoq. kerak bo'lsa yengillik harakatini qilib beriladi. Qo'zini zorini olaman degan akalarimizga mana shu tavsiya qilaveramiz. Xo'p. Nima deymiz? Qahramonjon hozirgi turgan bo'yi ham aka 75 atrof. Xo'p. Narxi. Narxi bitta narx qo'yamiz. Qochirmay qo'yavering. Umuman qochirmaymiz aka. O'zi bittaga tortishib o'tirmaymiz. Xudo xolasa 200 dollar berishadi, vodiy bo'lib qilib beraman aka. 200 dollarga. O'shanda 85 dan bo'layotgan bo'lsa 2 million 570 ming pul bo'ladi aka. 2 million 570 ming pul bo'ladi. Dastlabki qilib beraman. Dastlabki Yani 2 million deyish kerak yo'q, zotli qo'y kelib qolibdi deb jatirab turib kerak. Arzon keldi, arzon sotamiz. Lekin sog'liqqa gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, bunimizni nima deymiz? Bunimizda aka 6 oyda o'tgan. O'tgan. Bunisi 6 oyga yetib bormagan. Buni ham eti zo'r, вообще zo'r. Xudo xolasa. Yerga keladi ham o'tgan. Lekin 6 oydan o'tgan sog'liqda ko'rib turibsiz, damini berib yuboryapti. Bu Barra qo'zi damini berib yuboryapti. Ochiq gapni tan olish mardni ishida qarama. Siz tepasida turibsiz, men tepasida turibman. Buni tepasiga kelmagan inson bilmaydi, lekin 6 oylikdan o'tgan qo'zini 6 oylik yetib bormagan qo'y hali damini beryapti. 3-4 oylik xolos hali bu. 3-4 oylik Oyoqlarni ham qarang, qalin. jonivorda aka 200 dollar deyilyapti, lekin o'sha 200 dollarga xudo xolasa arziydi. Dollar desa qimmatlab ketib qoladi-yu. So'mga pishganda 2 million 570 ming pul bo'lyapti aka. Xo'p, bunisini o'zini olaman desa qancha? 2 million 300 ming so'mga beraman. Mana so'mda. 2 million 300 ming so'm. 23 ga berilaveradi. Xo'p. O'ylab o'tirma, telefon qilishga shoshiladi. Xudo xolasa buni kelajagi o'ta muhim siz uchun. Ikkalasini bir kishi olaman desa, o'shanda 2 million 300 ming, 2,5 million bo'lsa, 2,5 million emas, 2 million 570 shu 70 ming mondan o'tib beraman yana. Bo'ldi. O'shanda 4 million 800 pul bo'ladimi? 4 million 800. 5 million emas, 4 million 800 ming so'm pul berishadi. Vodiy bo'ylab dastlabkasi bor. Xudo xolasa aka, Bitta qo'yib beray. qo'yib yuboring. Qo'yib turishini ko'rsiz, mana. Mashalloh. Jiddiy turishda. O'ta jiddiy. Mag'rur turish aka. Bir kallasini yegib yoki boshqa qilib turib. Hammasi aka. Mag'rur turish. Hali videolarda ko'rib qolsangiz, zotli qo'ylar kallasini ko'tarib, mag'rur turib, bu tomonga elov surab qarab turadi-yu. Ana shunday turishda. Xo'p, o'zini olaman deydigan akalarimizga 200 dollar kam yo'q lekin.